xalqni puli ko'klarga sovurilayotgani bu juda ham achinarli emasmi? Buni kim nazoratga oladi? Dan o arıqni tepasiga borib bo'lmasdi. Musir sel kelsa suv olib kelardi. Suvni qarasangiz, o doğru okullarda qog'ozlari hech aytib bo'lmasdi. Pampesam kelardi, ko'rva, cherva, balo batar. Kasallik shulardan da sariq kasallik o'ligari Samarqandning nimalardan kelsa, shu kolxozda havo nima bu odamlarga unaqa bo'lyapti? Nima uni hammasi suvdan ekan. Mana endi toza suv buloqdan, mana shu buloqdan kelyapti. Shu katta ariqda suv kelardi, har xil narsalar uni ichib bo'lmasdi. Pampesam kelardi, ko'rva, cherva, balo batar. Sel kelsa yana bir 10 kun, 20 kun hidi ketmasdi. Şimdi suvni biz ariqdan ichardik. Shu ariqlarga odamlar o'ziga shu hovuz kovlar, shu hovuzda mahallamizda shu hamma uyda bolalarda gija kasalligi bor edi. Asl sekin shu yo'qolyapti. O'zga bir oyda bir marta suv kelardi, o'sha suvdan ichardik. Sarikanda mahallasida mumkin bor edi oldingi safar. Hozir boshqa qiyofatda bo'lgan. Shunda ishlardim. Suv ma'mo bizni ko'chada ko'p. Suv yo'q edi. Ariqdan toshib ichardik. Hozir mana Subhonalloh Nishonovning ishiga qarab, mana shu davlatda mana turbalarni olib kelib bizga toza suv olib kelib berganlari uchun shulardan biz minnatdor bizni ko'cha. Bulardan biz faxrlanamiz shu kishilardan. Qaysi uyga kirsangizlarki suv toza ichimlik suv bor. Suv bor joyda hayot bor. Albatta. Yasharish bor. Bahor bor. Chekka mahallamiz Hoytu Nishonga ham mana suv toza suv bilan ta'minladi. 15 yildan beri shu yerda yashayman. Hazrati Ali mahallasida eng chekka joy mana shu bo'ladi. Bu yerda toza suv, ichimlik suv yo'q edi. Suv bor, ariqda kelardi. Ariqning ichida har narsa bor edi u yerda. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Hazrati Ali Sangisiyo mahallasida 36 yildan beri yashaymiz. Mana yaqinlarda mana o'zi gaz, elektr tarmoqlar hammasi bitkazib nima bo'ldi. O'zi yaqinda mana suv ham keldi. Prezidentimizga rahmat, raisimizga rahmat, hukumatimizga rahmat. 58 ga kirdim. Mana shu o'tgan vaqt mobaynida biz toza ichimlik suv bilan ta'minlanmagan edik. Mana hukumatimizga rahmat, hurmatli prezidentimizga rahmat. Mana o'sha prezidentimiz rahbarligi va tashabbusi bilan mana bizni uyimizga ob hayot kirib keldi. Toza ichimlik suv. Oldinlari bor edi, biz shu oqar suvlardan nima qilardik? Ariqlardan. O'sha endi sanitariya gigiyeniga talablarga umuman javob bermasdi. Ko'pgina shu kasalliklar o'shani orqasidan kelib nechta odamlar zarar ko'rgan. Viloyat deputati, mahalla fuqarolar raisi Subhonalloh Nishonov tashabbusi bilan mana shu ishni boshida turib, Mingbuloq degan joyimiz bor, tepadorda. Qodirgon mahalla Guliston mahallasi fuqarolari hududida joylashgan. O'sha yerdan borib toza ichimlik suv, chashma suvi bilan mana mahallamiz to'liq ta'minlandi. Nafaqat bizni Hazrati Ali mahallasi. Yuqorida Sarbodocha mahalla fuqarolar yig'ini bor. Pastda Sarikanda mahalla fuqarolar yig'ini bor. Demak, 3 ta mahalladan nechta aholi bo'lsa, qaribki ular 100% ichimlik suv bilan ta'minlandi. Bu endi nimaga endi shunga shukronalik aytish kerak, shukr qilish kerak. Mana shu tashabbuskor bizga nima kerak deganda bizga tashabbuskor fuqarolar kerak. Bu yurt kimniki? O'zimizniki. Shu o'zimizga qancha qulayliklar bo'lsa-ku, o'zimiz tashabbus ko'rsatib o'shani hamma narsani qilish kerak. Hamma narsani qilish uchun harakat, sayo harakat kerak. Xudo xolasa mana 60 ga kiryapman. Nechga kirsam endi Xudo bergan umr shu yoshlarni tarbiyalashda, mahallani obod qilishda mana shularga faol qatnashamiz Xudo xolasa. Biz mana shu ariqdan suv ichardik. Mana shu mahalla qo'yil, mana shu bozorcha, mana Hazrati Ali mana shu yerdan biz suv ichardik. Yaxshi suvlar kelib, hammamiz mana xursand, mana shu Nishonov Subhonalloh tashabbusi bilan mana hamma yoq obod, odamlar xursand. Xudoga ming marta shukr. Subhonalloh Nishonov tepadan suvni Samatok turba bilan olib keldi. Mana o'shani sharofati bilan bizlarga ham kranlar ko'rsatib berdi. Quvi mahallasiga suv toza ichimlik buloqdan toza turbaning ichida kelyapti. Rahmat shu Subhonalloh Nishonovdan xalq minnatdor shunda. Mahallamiz ahli hammasi Subhonalloh Nishonovdan xursand. Ömrü uzoq bo'lsin, tani sog' bo'lsin, ishlariga omad tilaymiz. Bu ham zamon shuncha bo'ladi-da. Shu orzimiz amalga oshdi. Va shu Subhonjon raisimizga ming marta rahmat.
shu kishining munosib tashabbusi bilan mana shuncha darajaga yetib mana keldi, suv keldi. Hammamiz xursand. 20 yildan buyon suvsiz edik. Endi suv bor edi, ariq suvda kir suv edi bu. Raisimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Mana biz mazza qilib suvni ichyapmiz. Mahalla fuqarolar yig'ini, Sarabozorcha fuqarolar yig'ini, Hazrati Alo fuqarolar yig'ini, So'xonali Nishonovdan mingdan rozimiz. 9 yildan beri mana shu Sangissiyoda yashayman. Mana haqiqatda ham mana shu suv ichimlik suv yo'qligi uchun yurgan edik. Mana o'zi So'xonali Nishonovning tashabbusi bilan mana suvni chiqardik. Biz bu minnatdor biz bulardan. 3-4 yil oldin mana shu uyimni ro'parasida prezident farmoniga asosan mana shu skvaj qurilgan edi, transformatorga, mana bu xloratorga, mana shuni qazish ishlariga davlat byudjetidagi summalar ajratilgan edi va 4 yil mobaynida mana shu ko'rayotgan skvajingiz tashlandi holatda turibdi. Haligacha na suv chiqqani yo'q, na faoliyat yurityapti. Uni mas'ullardan so'rasak, suv chiqmadi degan gap bilan shu bahona qilib qo'yishyapti xolos. Mana endi bir tafakkur qilib ko'ring-da. $50,000 takriban bu yerga pul sarfladi deylik. Mana shuni atiga 10% ga ham bormaydi va xalqni bir hashar yo'li bilan samatok orqali suv shunday 10,000 ga yaqin insonlarni ta'minlab turgan bir paytda xalqni puli ko'klarga sovurilayotgani bu juda ham achinarli emasmi? Buni kim nazoratga oladi? Uchta mahallada istiqomat qiladigan fuqarolarimizni xolisona fikrlarini eshitdingiz. Hozir men sizlarga Hazrat Ali mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda viloyat kengashining deputati Subhonali Nishonovning oldilariga kirib, u kishidan albatta bitta intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uchta mahallada istiqomat qiladigan fuqarolarni xolisona fikrlarini video rolik tarzida olib kelyapmiz va oxiri mana shu videoni siz bilan yakunlasak deyman. Sizga beradigan savolim shundan iboratki, 3ta mahallada mana ichimlik suvlari tortib kelindi. Qancha aholi qatlami ichimlik suv bilan ta'minlandi? Shu haqida bitta ma'lumot berib o'tsangiz. Ma'lumotlar xush kelibsiz, o'tiring endi. Oxirigacha Hoji bobo. Amin. Hamın koruyu karşılayıcı reis bu. Xudo kushishtiya. Ya'ni jonim mana hamın yoshi sog' shavad, mahallamot tinch shavad, vatanimiz obod shavad. Hamazon koruyu xayr bisyor kardan. Allohu akbar. Mahallamizda ichimlik suv muammosi bir 35 yillik muammo edi. Prezidentimiz boshchiligida tuzilgan mahalla tizimi bu analogi yo'q dunyoda bir tizim. Albatta agar bu tizim har bir mahallada, har bir rayonda, har bir nimada oblastda ishlasa, O'zbekistonimiz jannat makon go'shaga aylanadi. Oldingi holatiga nazar solsak, moziga nazar solsak, Juydam arig'imizdan yoki boshqa buloqlardan suvlar ichardi. Buni oqibatida shu mahallamizda gija kasalligi, sariq kasalligi juda ko'paygandi. Endi islom suvini ichgandan keyin, iste'mol qilgandan keyin kasallik, shu vabo kasalligiga o'xshab shunaqa yuqumli kasalliklar juda ko'payib ketgandi. Hozir bugungi kunda 560 ta Hazrati Alida xonadon bo'lsa, 150 ga yaqin Sarabozorchadagi xonadon, 100 ga yaqin Sarikanadagi xonadonlar ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, bu jami bo'lib qarib 7,000-8,000 aholi ichimlik suv bilan ta'minlandi degan gap. Albatta bu xayrli ishlarni bizlar amalga oshiryapmiz. Mana misol keltirsak, jome masjidimiz qurilishi, mahalla binosini qurilishi, OPMJ loyihalariga qatnashgan holda maktabimizga qo'shimcha binolar, ziyoratgohlarimizni rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshiryapmiz. Lekin bu qilgan xayrli ishlarimiz ota-bobolarimiz qilgan ishlarning oldida hech gap emas deb o'ylayman. O'rta Osiyoda yashovchi xalqni, millat, ellatni u o'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi, qozoq va qat'iy nazar bizlarning qonimizda bunyodkorlik g'oyasi bor. Buxoroning qurilishini ayting, Samarqandni ayting, Xivani ayting, Xo'jandni ayting. Mana shunaqa ulug' bobolarimiz qurgan, obod qilgan shu diyorda yashar ekanmiz. O'shalarni ishlarida oldida endi bizlarning qilgan amallarimiz albatta hech gap emas. Lekin biz oldinga yanada maqsad qilib qo'yganmiz. Albatta shu muhtaram prezidentimiz bosh mahallamizni yanada obod qilishga, xalqqa xizmat qilishga rejalar, maqsadlar qilib qo'yganmiz. Xudo jonimizni sog' qolsa, albatta oriyatli suv xalqiga, nafaqat suv xalqiga, balki butun O'zbekistonga, butun musulmon olamiga xizmat qilishga biz doimo shaymiz. Shu mahallamizda bo'layotgan islohotlardan biz mingdan ming rahmat. Yana bir aytaman, prezidentimizga mingdan ming yana rahmat.